Ana mana shu 4 ta narsani ko'rsataman sizga. Shu 4 ta narsani narxini topib berishingiz kerak. Agar to'g'ri topadigan bo'lsa, sovg'amiz bor. Hop, nechi pul mana? Gantelimiz, mana o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Gantelimizning primerni narxi nechi pul? Hop, bunisi mana bu grijaga mo'ljallangan trenajyor. Buni narxi nechi? 1,5 million dedilar. Bu trenajyorimiz, ya'ni begovoy дорожка. $400 da. Bu oyoq uchun massajyorimiz nechi pul? 600 ming. Xullas do'stlar, begovoy narxini to'g'ri topdilar. Ya'ni begovoy narxi 6,5 million bo'ladi. Greenfitdan proteinlarni damlab, zalligacha trenirovkalarni qilib, sog'lom turmush tarzini tanlaydigan umidamiz. Bizning Greenfitga, ya'ni akkauntimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, sizga 30 soat chegirmalar bor. Xo'p do'stlar, navbatdagi insonimizdan hozir savol javob qilamiz. Greenfit do'konidagi mahsulotlar necha puldan iborat ya'ni? Gantellarning yig'indisi 55 kilolik taxminan narx. Taxminan 2,5 million bo'ladi. Hop, 2,5 million deb javob berdilar. Grija trenajyor necha pul taxminan? 1 million 200 bo'lsa kerak. 1 million 200. Ya'ni to'g'ri javob berdilar. Ya'ni begovoy дорожкamiz necha pul? 6 million. 6 million yaqinlashdilar va oyoq uchun massajyorimiz necha? Buni olganida 2,5 million olgandim. 2,5 million deb javob berdilar. Lekin bizning do'konda 1,5 milliondan olishingiz mumkin. Nechta savolga to'g'ri javob berdilar? Bitta to'g'ri javob berdingiz-da, bitta juda ham yaqin. Mana sizga Greenfit do'kon tomonidan shaker beriladi. Proteinlar, kreatinlar damlab olib, sog'lom turmush tarzini tanlaydigan bittaman. Ishmay chakmay baxtli bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.